Bugun men o'quvchilarimni yangi marralarni zabt etishga ruhlantirdim. Ayrim muammolarni hal qildim. Ota-onalar bilan suhbat o'tkazdim. Bir o'quvchining yurib turishi borasida tanbeh berdim singari gaplarni o'qituvchilar hayotida deyarli har kuni eshitamiz. Chunki bugungi kunda o'qituvchi bu faqatgina dars beradigan inson emas. Zamonaviy o'qituvchi konsepti 21-asrga kelib butunlay o'zgardi. Teachers wear different hats idiomasi aynan bugungi zamonaviy o'qituvchilarga juda ham mos kelmoqda. Negaki bu kasb turli rollarni o'zida mujassamlashtirishni taqozo etmoqda. Bugungi kun o'qituvchisi bir vaqtning o'zida bilim beruvchi mentor, tartibni saqlovchi nazoratchi, muammoni sezuvchi psixolog, kelajakka yo'l ko'rsatuvchi navigator, o'quvchilarning ko'nglini ko'taruvchi, qiziqchi singari funksiyalarni bajarishi lozim. Sinfga kirayotgan o'qituvchi o'zi bilan birga bilim, sabr, adolat, strategiya va intizom singari katta yukni olib kirishi talab etilmoqda. Zamonaviy o'qituvchi endi faqatgina doska oldida turib, mavzu tushuntiradigan yoki shunchaki bilimlar manbaini beradigan inson emas. Uning asosiy vazifalari eshitish, kuzatish, moslashish, baholash va kuldirish, shuningdek, har bir o'quvchining ichki dunyosiga alohida kalit izlashdan iboratdir. Eng qizig'i shundaki, ko'pgina o'qituvchilar bu ishlarni beixtiyor, ba'zan esa o'zlarining kundalik rollarini anglamagan holda amalga oshirishadi. Va bu ishning hech qaysi biri uchun na diplom va na alohida olqish olishadi. 21-asr o'qituvchisi mukammal bo'lishga emas, aksincha, o'quvchisi uchun har tomonlama foydali bo'lishga harakat qiladi. Chunki ular texnologiyalar o'zgarishi, dasturlar yangilanishi, metodikalar almashishi mumkinligini biladi. Ammo ular o'quvchi qalbiga ta'sir qila olish har doim ham katta san'at bo'lib qolishiga ishonishadi. Aynan mana shu formula o'qituvchilarning ertaga yana kimningdir hayotiy sahnasida muhim roli va o'rni borligini belgilab beradi. Sizchi, o'qituvchi sifatida sinfda qanday rollarni bajarasiz? Bularni albatta izohlarda qoldiring.